Assalomu alaykum aziz obunachilarim, Begona oshxonasiga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan chak-chak tayyorlaymiz. Chak-chakning tayyorlanishini esa mandanda zo'r biladigan chak-chakchi opalarimizga qo'yib beramiz, lekin uy sharoitida albatta o'zimiz ham tayyorlab ko'ramiz. Bismillah deb ishimizni boshlab olamiz. 5 dona tuxumni idishimizga chaqib olamiz. Ustidan qoshiqni 3 dan birida choy sodasi va 3 dan birida tuz solib olamiz. Mikser yordamida oqarguncha ko'pirtirib olinadi. Ustidan 375 gram atrofida oliy navli unni elab o'tkazib olamiz. Yumshoqroq xamir qorib olamiz. Xamirni juda ham qotirib yubormang. Endi buni mushtlab 20-30 daqiqaga salofanga o'rab qoldiramiz. Shu jarayonda ozgina videoda uzilish bo'libdi. Sizlardan uzr so'ragan holatda 3 marotaba xamirni har yarim soatda kaftni ichiga burib mushtlab olish kerakligi haqida eslatma qilaman. Mana xamirimiz tinib oldi. Endi buni birozgina un sepib, o'rtacha qalinlikda yoyib olamiz. Endi xamirning yarmiga 2 osh qoshiqda omixta yog'idan surtib olamiz. Xamirni ikkinchi yarmini yopib, bir ozgina bostirib olamiz. Endi 4 barmoq oralig'ida lentichkalar kesib olinadi. Shu holatda birozgina qoldiring, keyingina lentichkalarni 1 sm dan qilib kesib oling. Qancha xamiringiz tinib tursa, chak-chaklaringiz shuncha dumaloq holatda buralib chiqadi. Bir ozgina qizigan yog'imizda chak-chaklardan 5-6 donadan solib, chiroyli rang bo'lguncha o'rtacha pastlikdagi olovda qo'rib olinadi. Endi qiyom tayyorlab olamiz. Buning uchun men birozgina ko'proq tayyorlab oldim. 400 gram shakarga 200 gramda suv solib olamiz. Ustidan qoshiq uchida limon kislotasidan ham solib olinadi. 10 daqiqacha o'rtacha olovda qaynatib olamiz. Qaynagan sirupimizni ustidan 1 stakanda oddiy magazin asalidan qo'shib oldim va shu holatda yana 5 daqiqa qaynatib oldim. Tekshirib ko'ramiz. Qiyomni tekshirganimizda har xil uslubda tekshirishadi. Men shu uslubni tanladim. Qoshiq uchidagi tomchilarni piyolani orqa tarafiga o'girib solib ko'ramiz. Agar tomchilarimiz oqib ketmasa, demak qiyomimiz tayyor bo'ldi. Mana chak-chaklarimizni chiroyli qilib idishlarimizga qiyomga botirib terib oldik. Siz ham o'z idishlaringizga chiroyli qilib terib olishingiz mumkin. Lekin men yana bir marta ta'kidlab o'taman, chak-chak pishirish san'atini o'zini ustalari juda ham chiroyli uddalashadi. Ularni san'atiga qoyil qolmasdan iloji yo'q. Lekin baholi qudrat o'zimizni dasturxonimizni chiroyli qilish uchun hayit dasturxonlariga shunaqa chak-chaklarni pishirib olsak bo'ladi. Men ularga tasanno deyman. Azizlarim, sizlar ham albatta tayyorlab ko'ring. Kelasi videoda yana bir chak-chak turini ko'rsatib o'taman. Marhamat, yana kelasi videolarni kuzatishda davom eting.